Do'stlar, Farg'ona qurilyapti. Fardo universitetining orqasidagi Novostroykana zo'r narxga kvartira chiqib qoldi. 4-qavatda joylashgan 2 xonali va bitta oshxona terrasasi bilan kvartiramiz olingan narxdan ham arzonga pul zararligi uchun berib o'rilyapti. Hozir joylashib turgan xonamiz oshxona. Eslatib o'taman, uyimiz podключ holatda berilyapti. Remontlari tayyor, jihozlaringizni olib kelib joylashsangiz bo'ladi. Yana bitta xonamiz bu tomonda. Koridorlarni ko'ring, kengina. Bu tomonimizda esa sanuzel joylashgan, sanuzel videolarini ko'rib turibsiz hozirda. Keyingi xonamiz bu tomondan shahrimizning markaziga chiqib ketsa bo'ladigan yo'l bor. Juda ham tinch joyda joylashgan. C1 bo'lishiga qaramasdan juda ham tinch mahalla, juda ham tinch ko'cha. Bu uyimizning narxini egalari 8 milliondan kvadratini olishgan ekan. Podключ holatda pul zarur bo'lgani uchun 7,5 milliondan berib yorishar ekan, bosib yuboradigan joyi.